Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga zavodskiy beton mishalkalarimizni barcha modelidan yetib keldi. Bugungi video obzorimizda ushbu mishalkalarimiz haqida to'liq ma'lumotlar berib aytib o'tamiz. Mishalkalarimiz 260 litrli, 240 litrli, 200 litrli va eng kichkinasi 160 litrli modellarini bugun obzor qilib, narxlari bilan tanishtirib beramiz. 2 arava rastor tayyorlayman degan akalarimiz uchun 260 litrli bemalol 2 arava undan ortiq rastorlarni ham tayyorlab berishga mo'ljallangan. 1,5 arava rastor tayyorlashga va 1 arava to'liq rastor tayyorlashga 200 litrli modeli. Uyda ishlataman, menga kattasi emas, kichkinarog'i, ixchamrog'i kerak deganlar uchun 160 litrlik modellardan ham yetib kelgan. Bularni motoriga keladigan bo'lsak, eng kichkinasi 750 wattdan boshlanadi. Hop, 900 watt 200 litrlik mishalkamiz motori 970 watt atrofida, yaqin 1 kW atrofida 240 litrli mishalkamiz motori, 1200 watt motor esa 260 litrli zavodskiy beton mishalkamiz motori bo'ladi. Bular 180-190 voltgacha ishlashga mo'ljallangan. Toklaring pasayib ketsa, bemalol ishlab berishga mo'ljallangan. Endi bularni xohlasalaring o'ngga, xohlasalaring chapga to'kib ishlatishlaring mumkin. Rollarni mana o'ngga ham, chapga ham bemalol aylanishga mo'ljallangan holatda bo'ladi. Ichlarini ko'rsatamiz. Ichlari mana aylantirib berayotgan temirlar ikki tomonlama bo'ladi. Rastorlarni bemalol aylantirib beradi. Endi mana hop pastki pedalni bostirib, xohlasalaring o'ngga aylantirsalaring bo'ladi, xohlasalaring chapga aylantirsalaring bo'ladi. Ko'pchilik akalarimiz shestrinasini so'raydi. Shestrinalari 100% temir, cho'yanli bo'ladi. Ko'pchilik brendlarda, mishalkalarda va shestrinalari plastmassa chiqyapti. Plastmassa nagruzka esa yedirilib ketadi. Bu temir esa uncha-munchaga yedirilmayotgan holatda bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari eng kattasidan boshlaymiz. 4 million so'mga 260 litrligi eng katta varianti. 3 million 500 ming so'mga 240 litrligi, 200 litrligini o'sha hajmi katta variantini 3 million so'mga qilib beramiz. 2 million 500 ming so'mga esa bu 160 litrli mishalkamizni narxlarini qilib beramiz. Dastlabki xizmatlarimiz 12 ta viloyat bo'yicha bor. Kimga shunaqa beton mishalkalarimiz kerak bo'lsa, ekran osti nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib zakaz berishlaring mumkin. Garantiyalari 6 oyga zavodskiy defektiga beriladi. Endi ko'pchilik akalarimiz yangi olishgan, hali bilishmaydi, qaysi biridan olsam bo'ladi, qaysi biri hadavoy model deyiladi. Uyga ishlatgani bo'lsa 160 litrli yaxshi, ustachilikka bo'ladigan bo'lsa yoki arendaga berish kerak bo'ladigan bo'lsa 200 litrligi yaxshi yoki ob'yomim kattaroq, men ko'proq ish qilishim kerak deganlar uchun 260 litrlilari yaxshiroq bo'ladi. Kimga shunaqa mishalkalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar.